Zamanda azaldan yo'l yo'q edi. İnsanlar mangandan keyin yo'l paydo bo'lgan. Hayotda ayni qattiq qulmoqni. Onun xo'shalliq seni cheksiz baxt qo'ynida erkilatsa, onun urgan bir shapliq seni bang'oshlik va nodonlikdan bo'ylatadi. Shuning bilan sen odam bo'lish yo'li qarab maqasan. Hayot xuddi necha ming graduslik issiqlik haroratiga ega muqaddas dumlapich. Bu po'lat bilan keraksiz toshqalni to'g'ri ayirib chiqish iqtidoriga ega. Hozir jamiyatimiz moddiy va ma'naviy jihatdan ushqandek yuksalayotir. Jamiyat va vaziyatning yetaklashi bilan sonsizlagan yoshlarimiz tomchi-tomchi halol mehnat tarlaridan dasta-dasta gullarni ichiltirib, bu hayot beg'ani besavat. Vaholanki uning aksiga yana ba'zi yoshlarimizning yoshlikdan iborat go'zal bahor faslini nobud qilib, jamiyat qoqti-so'qti bilan haromdan hayot kechirishga urinib, oxirgi hisobda o'zini va g'amg'uzor ota-onalarini umrlik halokatga da'vo ishtirib, mangulik pushaymon va nadomatga qolmoqda. Mana men bugun hamma yeri oppoq qorda libos kiygan go'zal va saltanatli shaharni ziyorat qilib keldim. Bu shahardagi hamma kishilar qaynam toshqinlik yorqin hayotda g'am andisiz xotirjam yashagandek ko'rinadi. Afsuski bu shaharning turmushining qatlamlariga chunqur cho'kkaningizda bu shahar xuddi usti tiniq, tegi to'lqinliq bir daryoga o'xshaydiganligini his qilasiz. Vaholanki bu hayot qaynamida turli xarakterdagi kishilarning turli turmush yo'llarini tanlab, ular o'zlari tanlagan yo'l bo'yicha turli taqdirga nisb bo'lganligini ko'rib olasiz. Qaysidir bir faylasuf qiliq terisan odat olasan. Odat terisan xarakter olasan. Xarakter terisan taqdir olasan degan ulug' so'zni aytgan ekan. Shundoq har qanday bir inson hayot turg'i nima terisa, shuni oladi ekan. Men bu haqiqatni isbotlash uchun ana shunday kishilarning obrazini ko'rurmanlarning huzuriga sunishni loyiq topdim. Taqdir ajoyibkan, bilib bo'lmaydigan. Bu hayot bir daryokan, üzüb bo'lmaydigan. Bu taqdir ajoyibkan, bilib bo'lmaydigan. Bu hayot bir daryokan, üzüb bo'lmaydigan. Baxtlikmi odam, baxtsizmi odam, baxtlikmi odam, baxtsizmi odam. Har kishiga kelar shodlik va alam. Har kishiga kelar shodlik va alam. İnsan öter mi? İnsanğa kıymet
hayat ötsun yaxshilik tile bu taqdir o'tsun yomonlik ko'rma yomonlik ko'rma Tanrı dedi Cidenim Tanrı dedi Oh yarim Tanrı dedi Tanrı dedi Cidenim Tanrı dedi Kapara koy gözlerim Tokta Kapkara koy Kayna Kaçanız kaynamaydık ya Çokum ke? Maqul. O kildigan bo'ldimi? Shundaq. Hozirlik emakchi. O qazin to'lamay. Nega qachidikin? Men bir ko'rib baqay. Albatta qachanmaydi u. Kim? Ben Sabir Assalomu alaykum Qanday g'ayratga tinchlikmi? Avval yaxshimi? Salomatchilik Xudo yaxshimi? Quduq tushib ketganda yo'qolib ketding-ku. Ha, nega bo'lding? Ya aka men ba. Ha, men bor degina menda, ha? Azroq ishim chiqib kelib shu. G'ayratga sizning kaginingizni anglab quttirli bu yerga kelishim. Tamoq chekimi g'ayratga? Tamoq chekmayman. Chekimi? Yo'q. G'ayratga sizning kaginingiz bak yaxshi bo'ldi. Shundaqmi? G'ayratga oldin qitimniki molni setib, men ozroq foyda bo'lgandi. Endi yana shu moldan borman. Hey, bu gaplarni vaqo keyin deyshayli. Men bog'u. Hozircha xotirjam bo'la. Men bo'lgandan keyin molmu bor. Kechsam bu yerga kelgan bo'lamda. Men bor. Qolgan gapni kechdi deyshayli. Bo'lamda. G'ayratga demoqchi bo'lganimiz hozir mol yo'qmi? Kechdi kelgan. Mol yo'q. astag'firullah. Xo'sh, xo'sh. Ha, ketavergin. Apa işnatça apa. Apa. Acha. Asta, yana masqu sen balam. Shuncha desammi, gap anglamading. Dadamning kesili yana ig'irlashib qoldi. Nelar yurding? Ha? Bizdan ya ahvolinglar qandoq deb so'rabmi qo'ymaysan? Apa, o'zingga nima bo'ldimi o'zingga? Voy nim bo'ladi. Atidan kashkicha sirtda lag'aylab yursang, yo seni topqili bo'lmasa, dadang og'rib yotsa, mushu uyning ho'jisidan men chiqmasam kim chiqadi? O'g'zidagi qarni tozlayman deb shotidan yiqilib tushdim. Man qara balam, mana shundoq haraq ichib uyalmasdan oldimga kirsan, qo'lim qo'shnilarning oldida yuzimiz tushib bo'ldi. Bizni o'ylamasangmi, o'zingni o'yla balam.
Yeşilmi bir yegi badi, tang tush og'iylaringga qarab baqa, ular nima qilyapti, sen nima qilyapsan? Kuningmi shundoq haraq ichish, odam aldash bilan o'tamdi balam. Boshqalarni aldab nurg'un qarzlarga bo'g'ilibsan. Qarz egalari kunda degidek bo'sog'imizni teshib etay dedi balam. Ularni oldida yuzimizni qo'ydigan joyimi topolmayapmiz balam. Dadangning kesili ig'irlashyapti. Qarz egalari dadangga qattiq tegdi balam. Bizni nima qildaysan? Hey, o'zingga bir qarab baqa. O'zingga bo'lsa iching og'ris bo'lmamdi. Anglasam, sabr saqti degan nomingga. Appa, beni saqti degan odamni og'ziga ko'ydiriga chiqsin. Sizlar meni shundoq deysizlar. Men qanday qilaman? To'g'ri, necha qitim pul verdinglar, hatto molvarani setib pul qilib berdinglar. Ovqat qildim, yurishmadi. Qandaqli ish qilsam, aplashmasa, men qanday qilaman? Sen meni sho'r beshara qilib to'qib qo'yibsan. Men ham shundoq bo'lishimga sizlar sababchi bo'ldinglar. Meni agib yiqalar dedimmi? Ey balam, seni akilitib cho'ng qilishimiz, bizga mush kunni ko'rsatsin deganlikmi? Biz seni akib yiqibdik. Sening nimishqa? O'zingga o'simi iching og'rimaydi balam. Ha, nimishqa bel qo'yib aytsan? Ovqatga pul topaman deding, bo'pti deb 5000 qo'y raslab bersak, ziyon totdim deb yana pul olding. Biz uni qilib, buni qilib, senga yana 3000 qo'y tayyorlab berdik. Unimi yana yo'qotding. Ha? Hatta mol varannimi sotdik. Eyta balam, biz pulni shundoq oson topamdik. Biz maoshga qarashib tursak, Bo'ldi qara, qo'rqganni ozgina ba'ziroq pul bera. Voy balam, yana pul pul kerak, deysan appa, pul. Voy nimani bersan, nimani? Hozir Voy, jo'n berasiz qo'riqchilik bermamsa. qildi. Asal dadang ikkimizning jinini al balam. Zala, o'rdika beshim bor. Bo'lmasa xeyrdan Voy, olib undaq juma. qilma. Voy, dadam kasal yotdi. Ya. Sening ayiqliqdan Qo'ydi, appa. balam. Dadamning Ben aşağıda alayım, aşağıda. Jinim balam. Dadam, o pul kerak. Menden pul ayamsizlar dada, ha? Ben qarzdan to'lmasam, ular meni o'ldirib etdi dada. Bu bedbaxt. Meni o'ldirmasin meni ha? Sizlardan milliondan boshqa nima alava dada, nima alava? Ular meni o'ldirib etdi da, endi men Qara buni gapini chiroyliqlarini. Sen qachongacha mushtaq qilasan? dada, o'rniq kelmaydi. Ular meni o'ldirib etdi da dada. O'ldirib etdi da. Sen nimalarni qilyapsan? Ha? Sening dadingdan Elimi apangning yesh qurib ketdi. Buni oz deb. Mana menmi sababingdan kasal bo'lib yetib qoldim. Sen uyning to'riga bo'lish tegishlik. Lekin bizni nima qashlayapsan? Ko'chada kishilarni qashlayapsan. Sen o'xshalmaydigan o'xshaysan. Sabir. Sana pul kerakmi? Ha, men doktorlik ko'rinish uchun ep qo'ygan 30 ko'y pulim batdi. Buni sana beray. Ha, buni berib etay. Ola. Ola buni. Ya aram muş 30 koydum ha? Ya bu pulgu müşkü bezip biremdim ha? Pulunlarını görüyorlar hep mağazılar taylık. Yaxşı, ben bu öyle çıkıp kessem buludu mu? Beni balam deyip oylamanlar. Oyladı kosuğu toymağa işit. Koçuğu lanma bop çıkıp gitti ha şu. Ben kettim koş apa. Ay jinim balam. Ya beni koyuvet, ben mamuza bulmaydı. Ay, oldu Ben kız. beni kahraman olmuşsun. Beni Sağ tosma. balam. Ben gitme. Ben Jirakiye gitme. Ay balam. Nerede cak doydu. Evet, o kessin. Oy. Voy balam. Voy to'xta. Ya, beni To'xta koyuvet deyman. apa. Ben kessem mi Jinim bulundu balam, ha? undaq Ben özüm qilma. özüm özüm can kılalayım ha. Asta. Ya ben gitme koş. Voy sabr balam. Kessem mi bulundu gapimni ben angla çıkıp gitmem. deyman, Ben balam. koyuvet, To'xta. Ay. Koş. Ya kaysırma. Sabir. Ya kanda ağla Beş be. kodasın. Kesin bu. Yaxşımı? Obdan tutun mu ha? Görüşürkemize. Bak, Semiripçi adaş. Şundaqmı? Sen mi semiripsen? Durup dolup kopsa ben mi Qara semiripçi seni. ha? Kara seni pek sıkılıp gittim adaş. Kaçan geldi? 2 gün oldu. 2 gün oldu mu? Şundaq. 2 gün yakı. Ben pek görüşmeysin ha? Ne vardı? Ben bek aldırıp gittim. Kara ben mi seni pek sıkılıp gittim? Aldıraşlık o. Ne gitmedin? Layık kirip çıkmak istedim. Naige? Şundaq. Bugün kirme kıra. Bugün ben bir aşkanlık verip birden paranı çayla.
Bugün mening nihoyat muhim bir ishim bor. Unda qilmag'in, Bugunning ha? ichida men seni izlayman. Muhim ishing olsun mu? Bugün men Anam izlayman. bu ko'rishganda tomoq chekadi. Bo'ldi, tamam chekmayman. Limanda joylab ketdi. Ya bugun boqa qara. Birda paranglashaylar. Sabir, mening bek muhim ishim bor. Noy kirib chiqmasam bo'lmaydi. Tugunda Sumkadagi nima? buning ichida muhim materiallar bor. Noy yetkazib etmasam bo'lmaydi. Ish tugaganda Ya izlay. buguncha bo'ldi qilib, ikkimiz birda paranglashaylar. Ya Ey jurak. Sabir, bo'ldi men to'sma. Ya Ben joyliq belirli qilma. kerak. Ben dedim bu tugun seni izlayman deb. Ha, ikkimiz ayrı Ya bo'ldik. sadaydigan nurg'un gaplar bor deyman adash. Ha? Sen Abi. joyliq qilmag'in. Ma, ajab joylab ketibsan. Bugun men seni mehmon qilay. Sabi, qara. bek muhim ish qilma. Joyliq qilma. Ben seni izlayman. Ey, bugun haqiqat muhim ishing olsunmi tashlab qo'y qara. Sabir, men beriplik kelsen bo'ldi o. Ya uzun bo'ldi ko'rishmagilar. Birdan paranglashaylar. Birdan o'tirmiz, ha, Ha, ma. Ha, seni. Ma. Canım ağaynam, ikkimiz ko'rishmagilar uzun bo'pti. Shundoq, ko'zni yumib ochib 4-5 Bugun yil. toza bir sirdishayli qanaqa? Men ammo sana deydigan gaplarim yig'ilib qopti adash. Bugun ikkimiz qangacha mungdishayli. Aloqalar. Ko'nglingda meni xeli yaqin ko'rgansan adash, ha? Albatta, sen mening Ha. yaqin do'stim tursan. Shu emasmi? Bugun nima yeysan, nima ichsa qani davagina? Elim bo'ldi o. Yo'q, yana batixa adash. Sana ep qo'ygan bir narsa bor. Qara, bor bulamda. Yana ishchi yutibsan da. Adash buni ichmasam qanday bo'ladi? Ya bu bo'lmasa qara ikkimiz ko'ngildagi gaplarni deyishamaymiz qara sirdosh qilolmaydi. Ishchaylar Bana adash. ishmagili uzun bo'pti ekan. Ay, nimalar deb yurgansan? Bugun bago qara. Mushningda ishchamdiq. Ya Mashina. og'ina, ya biz nimalarda ichmagadash? Maktabdagi vaqtlarni bilsan-ku. To'g'ri, u vaqtlarda o biz ko'rishdilar. Shuni demabsan, Cho'ng qochilarda ichayapti. cho'ng qochilarda ichayapti adash. Bugun romkada ichib, maktabdagi vaqtlarimizni eslab qo'yaylik adash. O vaqtlar menga esimizdan chiqmaydi. Ya ala adash, so'yib qoldi, ala. Tatma. Ağaynam. Ikkimiz savaqdash shundaqmi? Sana deydigan mening bek muhim gaplarim bor desam bo'ladimi, bo'lmasmi? Sabir, bir-birsimizdan gap yo'shirmaymiz bu. Meni davak. Adash. Deydisam biraz tatiniyotima. Demak, tatinsan. Desam bo'ladimi? Davagi. Xapamaysan-ku? Sabir, men zodi nima uchun xafa bo'laman? Adash, o gapni demaydigandim. Biroq sana ishim og'riyotdi, adash. Sabir, bana münasebetlik yapmadı. Sana munosabatlik. Degini. Ranjimaysan, adash. Sabir gaping deysan chu. Bu gapni meni dedi demaysan, juma adash. Bo'ladi. Rosa? Rost. Adash, Qaysar, sening muhabbating orzugacha adash. Kechlik tansixonlarda adash, ko'ngil ich so'rinlarda naqsh etib yurdi. Shundoq. Uning buning bilan orlishyotdi adash. Orzuga buzilib ketdi adash. Assalomu alaykum, Olimjon Va efendi. alaykum assalom adash. Qanday tinchlikmi? Yaxshi turdingmi?
Xudoga shukr adash, yaxshi qo'y. Ko'rmaysan, nima ish qilyapsan? Mana shu ushaq-tushak Kim tijoratlar darab bilan ketmoqchi birga bor, adash. ha? Qandoqroq adash? Ishlar obdan ketib borganda, Obdan, ha? obdan. Obdan bosli bo'ldi-ku adash mushkun ish qilmoqdan tasdigida. Hey? Adash, obdaroq bir televizorlaring bo'lsa, menga bergan bo'lsang adash, uyga aktiv ko'rgan bo'lsam, adash, men televizor qandoqroq? Ha? Bu televizor yaxshi televizor adash. Adash, qanchaga sotding buni? Buni 300 so'm dedi. Ana. 300 koy? Ha. Adash, menga haddan ziyod esil televizor kerak emasligini, supit bo'lmasa mada shakli bo'lsa bo'ldi adash menga. To'ptur, ha? Bundaq chiqmaydigan televizorni olib nima ish qilyapti? Bu televizor sana nimaga lozim bo'lib qolgan? Nimaga lozim bo'lib qolgani bilan chatig'im olmasin adash. Ish qilib bu menga hisob degina. Qancha pul bersa? Gap qila. Bo'ling'ichi baginani ber adash. Ha, menga gaping joyida. Ya adash, mava azob qoldi qira. Ko'nglingga ma 30 ko'sim tutdi. Bu Ala. Ha, kech rozi qila olma. Qag'ash bo'lsa menga hisob adash. Uyga pira? Ha, qo'lda qilib. Ya adash, mushunda televizorlarim olsa yig'ib qo'y adash, men keyin kelib olay, ha? Qo'shamsa adash, qo'y. Qo'shamsa. Seni avvar qilyaptimi adash? Qo'shamsa, xudoyim qamana. Qo'sh adash. Qo'sh. Qo'shamasa. Voy! Bir ish bo'lmaganda, ha? Ya bir ish oldim deysan qo'y, qarab baqa televizor nima bo'lib ketdi? Bu men qasdan qilmasam. Qandoq qasdan qilmaysan? Qarab baqa. Ömetiga hozir chiqqan tursan buni. Televizor buzuqkan bu asli. Qana qandoq buzuq bo'ldi bu ya? Tormozni qissa olmabdi. Tormozni qisdim bu. Ya men televizorni to'lmaydigan bo'lsam qara. Ben bardağa yer barmacuma. Töle. Töle. Qara ağina meni aldirash ishim bor. Qarab to'ymadi 300 koy qatiga hozir So'd ishim bor aldirash. So'd ishi unda chatiqim nima? 300 koy be. Ya beramsan emassan? 150 koy beray. Ya qanday 150 koy berishim? Ben 300 koy olgan tursa. 150 koy beray bulamda. Ya 300 koy. Mushno'g'imi 300 koy olamsan? Ha, hisob qil. Ya nimish 300 koy olmaydi ekanman buni men 300 koy chiqqan tursa. Bunda olsun 200 koy beray bulamda. Ay ya bo'lmaydi. Ne 300 koy bersa ya 300 koy. 300 koy bermay baqaqida. 250 ni beray. Ha bo'pti bera. Voy men aldirashman qatibdanglar bu aslab. Ale, mana ale. 500 koylik televizor diye bu. Tasım. Ya pulun rostmi yolg'onmi? Qarab baqa, rost pul u. Obdan qarab ol. Ya buniki ko'zing qarab mangchimi? Sen qarab manga juma. Ha bu gipi yo'q nima kerak buniki? Mal kichkinam joy bo'lib qoldi. Yerda turmasa ya. Voy, tasaydi, xiyayet, voy, xiyayet. Ya 350 koy bulandı babamda, ha?
Alamsız alamsız. Alamsız. 550 Ha, koydum. aka. Bu cemi kem yok. Verin aka Ben Yoksa sızılmamdı. lan kımalar ki. Yoksa lan kımalar Kilişinli ki. mi? Ha, yaxşı. Berversiniz O bu bu. bağa meni köndürüp bulamaysan egine Afrika. Ben bu koyunu bir kolluk özem bir çoğun kığa. Ben bu koyunu unçoğla ezem veremeyim Afrika. Bu Müslümanın ziyan kılıdı. Gapning arasını ise 550 koydun kem veremeyim. Mani satamla, ha? Satın Ha, siz alamsız. Koy gerek ya. Görbek ne kadar? Haza yaxşı koyda kılıdı bu. Kötürep bakayım banda. Aka bu koyunuz kaçı bu? Aka ben bu koyunu 550 koydum. Aka 500 koydu bu. 500 koy bir 500 koy vermemsiz. Bir kolluk bakkan koy Afrika bu. Qarang aka. Ezan setip çıkıp gözüm koymaydı. 40 nazarsini qilmoqchi edim. Shunga qo'y lozim bo'lib kelgan. Beshim kun tushdi. Aka kelishtirib qo'ygan bo'lsangiz, men nazirni mush qo'yni opirib qilaman shu. Hammasi qarab qoldi. Menda Nazirga işledik aka, nazirga. 500 koy versen Aka. oldu Afrika. yenimda men mushinchilikni puli bor ekan. Qara aka, bu savoblik ishkan qara. 500 koylu versi oldu Afrika. Ha, 500 koy. Sende zaten neç pul var? Aka yenimda 250 250 puli bor koyga ekan. aka. Bu savoblik şu kanken. Ha, bunu 250 koyga bermetken. Ha, talaştırıp mı oltama? Bulamdı. Ha, baldırak uyun göğerip. Sık çay içip otamam sen. Bayı köydün, bayı töz koçen ben bilgen koyunu emdilikte 250 Ha, koçen bermetmese bu savoblik işken. ziyan Nazir koyma. işken emez bu. Ondak salam Allah aşkına. Ondak salam Allah. Ben kıyırmak kısma ağır. Oy kulum. Oy kulum ben sen bere. Ben sen bere. Oy. Oldu ben sen bere. Ben sen bere. Ben sen bere. Ko'pchilik rahmat. Aka mush xudo dunyo. Nazirana qara. Bana söyle bana. Nazirni qilib ol, ha, dadangni. Bir necha kun bo'ldi. Bu bala uyga kelib qo'yaymi demidi. Shu bala nalar deyurdigandi. Uning ko'ziga qarab, cho'ng qilib ko'rgan kunimiz mush bo'ldimi amdi? Yalğız bal deb qimlig'inimiz qanmidi. Mana endi tarbiyaning xato ekanligini his qilyapman. Balning degini to'g'ri ekan. Men shunday his qilib qoldim. Bularga o'zim sababchi. Deganlarga to'g'ri dadisi, balaning royiga beqish bu yaxshi emaskan. Balani qattiq qo'lliq bilan tarbiyalash kerakkan. Uning ko'ziga kirvilishmi yaxshi emaskan dadisi. Ustoz zolim bo'lsa, shogirdi olim bo'lar degan gap to'g'ri ekan. Biz uningga qiladiganning hammasini qildik. Endi qolgan gap o'ziga bog'liq dadisi. Shuncha yo'l mengib oliy maktabga kirgizib qo'ysak, men endi oliy maktabni o'qiyamidi? Bo'lgan turqi mushu. Qandoq qig'liq bu bal? Hey insonni yere, biz kuchdan qoldik dadisi. Bizga ne chora? Bir kunlarda o'ltirib, To'g'ri. o'ylanib qola. Shu insof bera, insof bera. Ya Afrika. Ha koyun satam sen. Sotma aka. O'zim baqqan qo'ydigini olamsa? Ha. Qarab baqa. 300 koy berem sen. Ya 600 koy aka. 600 koyda bir tek kam bo'l sotmayman aka. Akila qilib. Ha. 350 koy. Anda. Ya kam bo'la aka, kam bo'la. Ey, Ya 350 uning koy da sotamayman. Uning sotamayman aka, kam bo'la. Qarab baqmamsan baq qo'yga. Qo'y qarab gap qilay. Aka qo'lon. 30 koy qo'shay. Anda. Ya aka, kam bo'la, kam bo'la. Hey. Bozorni ahvoli qarab baqa. Ya. Sen bilen biz yana mush bozor ko'rishib qolmiz qara. Ya sen bilan kelishamiz. 20 koy qo'shay. Anda. Ya, kam bo'la. Onchola Ya joyliq qo'y qarab gap qilay aka. Sen mi joyliq qilma, qarab baqmamsan. Oyog'ing bo'lgan qo'yga. Turdi aka. Akila Afrika me. Şekerim koy. 250 Ya, koy kam qilib bo'la berem. aka, chupayli qimig'ina. Qo'y qarab Ya Afrika nimanda joyliq qilgan sen? He? Ya men joyliq qilmadim aka, men qo'y qarab gap qilmamsan. 270 koy. Anda. Ya poptilar aka. 280 koy ala. Ala aka. Ey, Bədim sana ala. 10 koy qo'yib bermamsan. Kira qilib qo'ygan olib chiqib ketmamdi. Ya popti ala. Sen bile baha tanışıp qanday qildi mende. Hacet mücahil bal kelsa. Ma pulni bo'ldilar. Rozi bo'lib ketdimi Afrika? Razı. Rozi bo'lib ket. Aka. Bo'ldi.
Voy. Arzigul qo. Arzigul, qanday ahvolingiz? Yaxshi turyapsiz? Yaxshi Obda turyapman. turdingizmi? Yo'qolib ketdingiz qo. Qaysar keptikan. Qachon kelibdi? Kegili 2 kun bo'pti. Sizni izdimidimi? Tova, meni qilgan Yo'q. ishini. Sizdan paranglashdan azroq ish bo'pti. Hozir vaqt bir yak berib qapti. Abla, azroq vaqtingizni chiqargan bo'lsangiz. Boshqa bir kuni ko'rishamiz. Qarang, saytni to'shib qapti. Men ish qilmangay. Bo'ptimisa. Ko'rishaylik. Qanday? Qani qarab baqay. Amisa shundoq bo'lsin, ko'rishaylik. Xo'sh amisa. Xo'sh. Ma'qul. Gapingiz gap bo'lsin, xo'sh. Xo'sh amisa. Xo'sh. Xo'sh, men sizni og'ir borman juma. Voy, Sabah. qanday qavaman? Yaxshimi? Salomatchilikmi? Qanday yaxshimi? Hamsan. Yaxshimi? Yaxshi. Hey, qazzobkan sen Juma. Pulimni bermamsa? Ya men boshqa shahardaligina aka. Tex bugunli kelishim. Biray sho'g'amite? Pulimni beremsen bermamsa, ha? Pulma men beray. Men bermaydim qo. Qachon bersa? Mening 4000 ko'p pulimni tig'ib bermiding. Meni mushunday mahmaq qilamsan, ha? Men beray dedim qo, men bermayman demidim. Menda pul hozir yo'q. Agar men pul topsam beraman qo. Men qachon yolg'on Qachon bersa? Qachon bersa? Beremse beremse, ha? Beremse beremse. Gap qilinglar. Bo'ldi gidelim. Mana. Ya vallah, mane mashinada sötmüsün. İşçiyi taşlatmam da. Ha, şuna koyalım cirolar. Taşıt eli. Kötü. Sen mayak koy. Koyan. Koyan koy. Cirolar. Ketto. Acem kılıçtım. Nait bir pulun işi bu. Acem kılıçtım. Acem. Hep akasının pulunu birbirine perivitip hesap almaydıgan bolsam. Melli yemem bu dayak ne mella ha? Hep kazdaçılık. Oy. Bu dayaklı melli yemem ha. Oy can. Hep. Oy. Oy canım. Oy. Oy kazdaçılık. Oy. Oy. Sen sevenden mı beni koyma
yaxşam bekən Sazlarını yağrıtıp sen olmalıq bağım ikən Sazlarını yağrıtıp sen olmalıq bağım ikən Oğun derdim kanda, hak mı dersin bende? Oğun derdim kanda, hak mı dersin bende? Hak sevgini sevmeymen, zemden sevgini kanda. Hak sevgini sevmeymen, zemden sevgini kanda. Oğun derdim kanda, hak mı dersin bende? Oğun derdim kanda, hak mı dersin bende? Hak sevgini sevmeymen, zemden sevgini kanda. Hak sevgini sevmeymen, zemden sevgini kanda. Arzugal? Ha? Arzugal, maşinaga chiqib da. Bo'ldi, o'zim Hemen sizni qaytib olib ketay. Hey, onda qilma. Ha, bo'ldi, avar bo'lmang. Qarasam, havo bek sovuq ekan. Jura? Bo'ldi, bo'ldi, avar bo'lmang dedim. Bo'ldi, o'zim qaytib ketay. Ya, bo'ldi, bo'ldi. Chiqma. Ha, bo'ldi, men o'zim qaytib ketay Unda dedim. qilsiz. Unda joyli qilma. Voy xudoyim. Chiqma. Ha. Qani. Shoy. Rahmat. Jura. Men. Ajab saqiltiryaptingiz a? Soatmi 1ga berib qoldi. Qara. Bugun naqshini pek yaxshi aytyaptingiz juma. Shundoqmi? Rahmat sizga. Haqiqatan. Pek yaxshi aytyapsiz. Sizning naqshlaringizni bek anlig'im keladi, lekin davomli anglayolmayman-da. Nemishqa? Lekin chunki Qaysar meni saboqdishim. Bunda husnim bo'pti. Sirt bek sovuq ekan. Xoliroq bir joyga berib, obdan bir paranglashaylik. Nima to'g'riliq paranglashimiz? Qaysar to'g'riliq paranglashaylik. Qaysarning gaplarini anglashni xohlaydigansiz, ha? Qaysar to'g'riliq. Qaysar to'g'rimi? Ha? Qaysar hozir qattiq o'zgarib ketdi. Anglashni xohlabsiz? Men deb beray. Bo'ladi. Lekin bugun bek kech bo'lib ketdi. Bugun
Vaqtınız Hoş çıkmadı. günü paranlaşaylı. Əmisə, əbabda. Ət görsək, ət görüşdük. Ət elə dəp berək. Buludu. Vaqt bir yeg berip qaptı, men qaytay. Siz mi qaytib aramayın? Hay, yüzünüzge ne oldu? Kichik ishlarga bu, ha? Baya restoranning oldida 3 odam bilan jidallashib qoldim. Ularda erishim bor edi da, so'rab qo'ysam, molligisini o'g'ir kuchlik degandek, meni oldimga o'tibdi. Ehtiyotsizlikdan ko'zimga bir mushib ketdim. Hozirgi odamlar nimanda ushqib ketdi? Tov deyma, birsini bir qo'ysam o'ngdansoq tushdi. Ya'ni birisi bitizlab degan ben göp bir diyaga tushdi. Shuning bilan bir hazar tutishib ketdik. Bu ko'k hech qancha gap emas. Ha. Mundaqdan. Hey, vaqtmi bir yer berib qopdi. Shundoq. Siz kech qoldingiz. Kirib ketmasangiz bo'lmaydi. Ati men sizni vesal tortqansiz saqlay. Qandaq? Qani. Atiga chiqarib baqay. Hey, cho'qim beringizmi? Meni aldab qo'ysangiz bo'lmaydi. Amisa gapimiz gap soat 2 saqlayman. Qandaq? Borasiz, ha? Buludu. Qarab baqay. Amis shunda qo'sa. Hey, meni saqlatib o'tmoqchimi? Buludu. Vaqtni bering, ha? Xo'sh amsa. Xo'sh amisa. Ma'qul xo'sh. Ha, xo'sh. 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 Ha. Sabır öz ata-anasını zar-zar qaqşatqan. Başqalarını aldığanını az deb, özünün do'sti, savaqdishining g'aybitini, yo'q, onunğa töhmət qilib, do'stining so'yginiga do'stini Urumchida to'y qilib apti.
Siz onun işini buyuramsiz de 2 yaşının pak muhabbetiga buzg'unchilik qilmoqda. Mana moshundaq o'z nafsoniyatiga cho'q tortadigan yoshlarimiz jamiyatimizda oz emas. Belkim Orzugul onun maqsadini tushunmay, o'z so'yginidan ranjib yurishi mumkin. Hürmetli dostlarım, etrafımızdaki her bir adamni dostum deb, ulağı işinip ketmem. Demek adamning dostumu boludu, düşmanımı boludu. Gayretka? Gayretka? Assalomu alaykum. Bizning bu sabir haramdan topgan pullarning meg'izini mana mushundaq so'rinlarda chaqmoqda. Halbuki bugungi bu so'rinda uni qanday qismatlar kutib turibdi, bu bizgami, uningami noma'lum. Gayretga, ma azroq pul berib tur. Abayga 5000 ko'y bilan qo'shib beraytman Gayretga. Qanchalik? 10 ko'y bo'lsa, yetadi. Savat deb turna-la. Buning hujjat izbat.